Salom do'stlar, bugun men o'zim uchun tekshirib ko'rmoqchiman. O'zim uchun bu yil jahon chempionatida kim yutar ekan? O'zim uchun o'zi Ispaniya bilan Argentina finalga chiqib bo'ldi. Paragvay yutmasin. Angliya men xohlab turgan komanda. Endi ilosh bosdi. Uje Fransiyalar diktorlar ketdi. Yana Angliya. 2 marotaba Angliya bo'ldi. Endi Muhammad Yozin navbati, yana Portugaliya ketdi, Angliya endi ketdi. Argentina bo'ladimi nahotki? Argentina chempion, menga yoqmaydi o'zi Argentina. Xo'p do'stlar, endi Oysha bosdi. Ko'ramiz. Xo'p, bitta hamma komandadan ketkizib yubordi Oysha. Xo'p. Nahotki Portugaliya jahon chempioni bo'lsa, Belgiya bo'ldi nahotki. Endi Malkaxon Sinem navbati. Ketdi, Portugaliya ketadi hozir desam, Portugaliyagacha bormadi. Angliya, Argentina top eng zo'r komandalar ketkizib yubordi hozir Malkaxon. To'xtab qolsa shu joyda. Nima bo'lsin? Endi. Va! Portugaliya chempion do'stlar. Xayr, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.